Yaxshimisiz do'st? Rahmat, Xudoga shukur. Imron, o'zi qalaysiz? Yaxshi, Xudoga shukr. Nima qilamiz? System of equations davom ettiramizmi yo 4-unitga davom ettiramizmi? Qaytaramiz uni. Tushundim ustoz. Ana eliminationni ham tushundingizmi? Bitta elimination bor, o'zi uni ham bitirib qo'yish kerak birato'la boshlagandan keyin. Mhm. O'zi 3 ta metod bor. Kecha graphical usulni ko'rdik. Graphical method, substitution method, elimination method. Okay. Hozirgina kechdim. Elimination methodni ham o'rgandinglarmi? Yo'q, hali bunga kelmadik. Ha. Bo'lmasa elimination metod o'taylik bugun. Keyin vaqtimiz qolsa hangiga o'taylik. Chunki tushunib olib yana maktab qilsangiz yaxshi bo'ladimi yoki o'z bilasiz nima, Imron? Mayli, o'tiramiz ustoz. Chunki bir u yoqdan bir bu yoqdan tamam. Ko'p vaqt olmaydi bu ham. 1,5 soat shug'ullanamiz, ko'ramiz, maqsad ketamiz yoki buni bir to'la bitirib qo'ya qolaylik deyman boshlagandan keyin. Keyin word problems ham bor, ularni ham tugatamiz. Shu bilan boshqa narsa yo'qda anaqa nima haqida, system of linear equations haqida. Okay. Boshladik bo'lmasam. Buni ham tugatib qo'ya qolaylik, ana undan keyin orqaga qaytaman. Mhm. Boshladik bo'lmasam. Mhm. Umumiy nimada o'zi tenglamalar sistemasini yechishda Imron odatda 3 ta usul yani. Graphical methods, substitution methods, elimination methods. Elimination method for linear equations, but in general, substitution methods. Siz bilan o'tganda substitution method qo'ydik. O'zbekchasiga uni o'rniga qo'yib yechish bo'ladi yoki o'rin almashtirib yechish bo'ladi. Elimination method, eliminate degani nima degani? Eliminate. Mana bu so'zni bilasizmi? Eliminate degani. Yo'q. Eliminate degani biror narsani bir joydan chiqarib tashlash degani. Mhm. Misol uchun aytamizki, agar sen futbol o'ynayotganingda ko'p narushение qilsang, o'yindan chiqarilib yuborasan. Chiqarib yuboramiz sen deysizku. If you Mhm. break the rules, you will be eliminated from the team. Yani komandadan seni chiqarib yuboramiz. Mhm. Yoki buni biror narsa chiqarib yuborishdi. Remove borki, remove bilsangiz kerak. Remove degani, eliminate degani. Mhm. Nimaga elimination method deyiladi? Chunki bitta operatsiya bajarib, bu yerda anaqa ikkita tenglama yechyapmiz-ku. Ikkita tenglamada ikkita o'zgaruvchi bor. O'sha bitta o'zgaruvchini yo'q qilib tashlaymiz. O'sha eliminate degani yo'q qilib tashlash degan bittasini. Ha, bittasi Mhm. yo'q qilib tashlasangiz, unda bitta o'zgaruvchi tenglama hosil bo'lib qoladi, to'g'rimi? Mhm. Ana uni ikkinchi anaqa unitda o'rgangansiz yani qanday yechishni. Shu. Bir ketamiz, keyin mana uni to'ldirib qo'yishimiz mumkin. For example, first it says that make sure the equations are lined up. Okay, line up degani first you have to write them in the standard form ax plus by is equal to c. Then add or subtract. So we add or we subtract. Yoki qo'shamiz yoki ayiramiz. Nimasiga qarab, ishoralarga qarab. The equation to eliminate the variable with common coefficient. Coefficient degani koeffitsient degani. Son degani. And solve for the remaining variable. Undan keyin ikkinchi anaqa uchun yechish kerak, nimani yechish kerak. And substitute your answer. Undan keyin substitute your answer into either original equation or the second or the other. The original equation or and the other. Okay, the other for the other variable. Yani birinchi mana qarasangiz tenglamani qarang. Are they actually in standard form, Imron? Mhm. Yo'q. Mana ax plus by shaklida emas-ku.
Mhm. Buni shu shaklda yoza olaman. Uning uchun mana bu y ni o'ng tomonga olib o'taman, 4 ni chap tomonga olib o'taman. Mhm. Unda nima bo'ladi? 3x bo'ladi, to'g'rimi? Y to the right hand side minus y. Y ni o'ng tomonga olib o'tdim, ish o'zgardi. 4 ni chap tomonga olib o'taman. Minus 4 bo'ladi, to'g'rimi? Mhm. Endi ikkinchi tenglamada ham y ni o'ng tomonga minus 2 ni chap tomonga. Unda nima bo'ladi? X minus y barobar 2 bo'ladi. Mhm. Qilgan ishimizni matematikada manipulation deymiz yani. O'zgartirishni bajarish. Endi qarasangiz mana minus y minus y. Koeffitsiyentlar Mhm. nima ekan y niki? Minus 1 ekan, to'g'rimi? Mhm. Endi bir xil bo'ladigan bo'lsa, agar bir xil son bo'lsa, yo'q qilish ularni ayirib olishimiz kerak, to'g'rimi? Chunki a minus a is equal to 0. Mhm. Shu yo'q qilib olgani uchun ham bu elimination method deyiladi. If I subtract the second equation from the first one, qarang, ayryapman. Nima bo'ladi? 3x minus x. 2x bo'ladi, to'g'rimi? Mhm. Minus y minus y, it is 0. Look, negative y minus negative y. Bana bu narsani o'zidan ayryapman, to'g'rimi? Bu nolga teng. Yo'q bo'lib ketdi mana. Eliminated. So y is eliminated here. And what is negative 4 minus 2? That's equal to negative 6. Mana bu yerda negative 6 ekan. Mhm. Endi ikki tomon 2 ga bo'lib yuborsangiz nima bo'ladi? X barobar bo'ladi. Minus 6 divided by 2. That's equal to negative 3. Bo'ldi. Ustoz, Hammasi bir xil. Shu bitta nimasi elimine qilgan shu elimination usuli deyiladi. Nima deysiz? bu yerda hozir mana -2 x keyin ana barobar -6 chiqdi-yu. Qani -6 chiqdi? Demak, minus o'zi bu degan ayryapmizki, to'g'rimi? Mhm. Bu degani qarang. Birinchi tenglamadan ikkinchisini ayryapmiz. 3x minus y minus x minus y degan. Bu 3x minus y nima? Negative 4, to'g'rimi? Minus ana ikkinchi qismi bo'lsa 2 ga teng. Mhm. Endi qarasangiz 3x minus x, it is 2x. Minus y minus y, it is 0. Minus 4 minus 2, it is minus 6. Mhm. Prosta buni ana yozib olib ayirsangiz yaxshi-da. Sonlarni ayirganda ikki xil usul ayirishimiz mumkin. Misol uchun Mhm. 15 minus 12 deyishim mumkin, to'g'rimi? Unda ayirishim mumkin. Yoki bo'lmasam, mana bundoq yozib ayirsam bo'ladi, to'g'rimi? Bu 3 degani. Ikkalasi ham bir xil narsani bajaradi, to'g'rimi? Biz hozir ikkinchisini foydalanib ayiryapmiz. Atak farqi yo'q. Prosta ikkinchisi bilan ayirish osonroq. Mhm. Demak, bu minus 3 bo'ldi, tamom. Topib oldik endi buni. Mhm. Bo'ldi. Birinchi yoki bo'lmasa ikkinchi tenglamaga olib borib qo'yasiz. Y ni qiymatini topib olamiz. Mana birinchi step bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi stepda ikkinchi tenglama osonroq ekan, to'g'rimi? 2 ga borib Mhm. qo'yaman. Y equals what is x? Negative 3 minus 2. That's equal to negative 5. So the solution to this system will be negative 3 and negative 5. Buni tushunarlimi? Mhm. Mana ikkinchi tenglamaga qarasangiz, misol uchun qaysi birini yo'qotib olish osonroq? Qaysi birini ishlash osonroqmi? Qaysi birini yo'qotib olish? Which one should we eliminate? Which one is easier to eliminate? X or Y in question 2. Ikkinchi savolda x ni yo'qotib olish osonmi yoki y ni yo'qotib olish osonroqmi? X da. X da. Chunki bir xil turibdi, ko'ryapsizmi? Mhm. Nima qilamiz? Qo'shamizmi, ayirib yuboramizmi? Ayrıymiz. Bir xil bo'lgancha ayirib yuboramiz. Ayirib yuborsangiz mana bitta ayirishingiz kerak. X minus x 0. 4 minus minus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Ko'ryapsizmi? Mhm. Chunki mana 3 minus y degan koeffitsient minus 1 degan. Bu 3 yerga y y bo'ladi. bo'ladi. 13 minus 3 10 bo'ladi. Endi ikki tomon 5 ga bo'lib yuborsangiz, 2 barobar y barobar 2 bo'ladi, to'g'rimi? Mhm. Birinchi step. Endi ikkinchi step. X topishimiz kerak ekan. Birinchi tenglama olib borib qo'yaman. X
minus y. Y nima ekan? 2 ekan. Barobar 3 ekan. Yani bunu yetsangiz o'ng tomonga olib o'tamiz. Buni yoki ikki tomonga 2 ni qo'shib yuboramiz. 5 bo'ladi, to'g'rimi? Mhm. Har doim birinchi x ni olishingiz kerak, Imron. Birinchi 5, x barobar 5 ekan, y barobar 2 ekan. Ana uch qayerdan keldi ustoz ikkinchi stepda? Mana bu tenglarni olib borib qo'ydimki mana. Mhm. X ni bilmaymiz, y ni qiymatini bilamiz, to'g'rimi? Mhm. Y barobar 2 ekan. Mhm. Mana bu narsa, mana bu narsa bir xil narsa. Mhm. Bir 3 diye ko'rasizmi? Mhm. Hozir chiqaraman. 3ta qaysi birini yo'qotib olish oson, Imron? Uchta nima? X ni ko'ryapsizmi? X bir xil turibdi. 3x, 3x turibdi. Mhm. Bo'lsa ayirib yuborsam x yo'q bo'lib ketadi. Shunda -1 y. Birinchi step 1 y ekan. Mhm. Y barobar 1 ekan, to'g'rimi? Shuni demoqchimiz? Mhm. Demak, ayirib yuborsak buni minus, to'g'rimi? Mhm. -10 minus -9, it is just -y. 14 minus 15 is -1. So, y is equal to 1. Mhm. Endi buni xohlasa birinchisiga, xohlasa ikkinchisiga qo'yamiz. Ja, unaqa farqi yo'q ekan. Birinchisiga olib borib qo'yaman. Bu birinchi qadam deylik. Bu ikkinchi qadam. 3 ko'paygan x minus 10 ko'paytirilgan y. Ya'ni y ni qiymatini bilaman. 1 ni qo'yaman bu yerga, barobar 14 ekan. Ikki tomonga 10 ni qo'shib yuborsak, 3x barobar 24 bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Havo. Endi ikki tomonni 3 ga bo'lib yuborasiz. Chunki ko'paytirilgan x barobar 8 bo'ladi. Demak, dot 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 x equals 8, y equals 1. Mhm. Endi 4 yechib ko'ring, Imron. Ustoz, hozir savol kelib qoldi-da menga. Aha. Bu yerda ikkinchisida mana pastdagisini topuvdik-yu x qilib. Ha. Ikkinchi stepda x minus 2 qiladiyu. Aha. Unda ikkinchisini tushiradi. Endi mana uchinchisida mana birinchisi ketyapti tepaga. Ha. Nimaga unday bo'lyapti? Uni farqi yo'q. Xolasiz birini ishlating, xolasa ikkini ishlating, farqi yo'q-ku. U farqi yo'q-a u. Farqi yo'q. Yani birinchisi, ikkinchisi misol uchun ikkinchi tenglama osonroq ekan, uni ishladim. Lekin birinchisi bittasi 10, bittasi 9, janob katta farqi yo'q. Hmm. Yani xolasiz misol uchun ikkinchisi ishlatadigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Ikkinchisi ishlatsangiz mana buni 3x minus 9 ko'paytirgan y. Y qiymati 1 ekan, to'g'rimi? Mana bu yerda 15 ekan. Mhm. Tomonga 9 ni qo'shib olamiz. 9 ni qo'shib olsangiz 3x barobar 24 bo'ladi. Ya'ni bir xil narsa ko'ryapsizmi? Bo'lib olsangiz Hmm. x barobar 8 bo'ladi. Javob bir xil chiqadi. Просто Просто siz ishlanishi qarashingiz, osonda. Imron, qarashingiz kerakda, u farqi. Просто qaysi tenglama soddaroq, o'shani tanlab foydalanishingiz kerak undan. Hmm. Atak farqi yo'q, qaysi birini olsangiz ham. Tushundim. Chunki bu topayotgan yechishimiz, Imron, ikkala tenglamani ham qanoatlantirish kerak. Shuning uchun siz uni birinchisiga qo'yasizmi, ikkinchisiga qo'yasizmi, baribir u bajarish kerak nimani. Tenglikni bajarish Mhm. kerak. To'rda yechib ko'rasizmi, Imron? Yechib ko'ramiz ustoz.
Birinchi stepni ishladim ustoz. Istadingizmi? Aytdingiz. Qo'shib yubordingizmi, ayirib yubordingizmi? Ayirdim. Juda yaxshi. Chunki 2 va 2 va bir xil narsa ekan. Hı. Ayirib yuborsak minus, to'g'rimi? Nochni chizamiz. Nima chiqdi? 4x minus minus 2x ga nima yozdingiz? 6x Juda ham yaxshi. 6x. Bular ketdi. 6 minus 18 minus 12. minus 12. Ya'ni 2 tomon 6 ga bo'lib yuborsak, x nima chiqadi? Minus 2. Minus 2 bo'ldi mana. Endi qaysi biriga borib qo'ysak yaxshi? 1mi, 2mi? 1. 1ga qo'yaylik. Unaqa farqi yo'q ekan buni. 4 ko'paygan x barobar minus 2 plus 2y. Mana bu sonlarga qarasangiz yana bitta nima? Imron, hamma sonlar 2 ga bo'linuvchi ekan. Ko'ryapsizmi? Hı hı. Agar hammasi 2 bo'lib olsa, chunki properties of equality'da if a is equal to b, then a divided by c is equal to b divided by c. To'g'rimi? Hı hı. Matematikada bular ekvivalent deyiladi. Ekvivalent degani natijasi bir xil degani. Agar siz 2 ga bo'lib olsangiz, chunki bu narsani, ya'ni insonning nimasi bu? Nima deydi? Siz qarasangiz, bo'lib olsangiz, yana ham osonlashadi. Mana hozircha bo'lmay turavering, anaqa kallangiz nima bo'lib ketmasin. 4 ko'paygan minus 2 minus 8 plus 2y barobar 6. Endi buni o'ng tomonga olib o'tamiz, bo'lib olasiz, to'g'rimi? Y nima chiqdi? Hozir bunda plus 8 qilib yuboramanmi? Shunda ustoz plus 8 qilib yuboraman-da. Aha, plus 8 ko'rsangiz, men gapim yaxshi ishlayaptimi, Imron? Plus. Hı hı. Aha. Qo'shib yuborsangiz 14 bo'ladi, to'g'rimi? 2. Hı, 14. Ya'ni 2 tomon 7 2 bo'lar ga ekan bo'lib javob. olamiz. 7. 7. Demak, bu tenglamalar sistemasining yechimi nima bo'lar ekan? Minus 2, 7 bo'lar ekan. Geometrik ma'nosi nima? Bu ikkala tenglamani grafikasini chizadigan bo'lsangiz, to'g'ri chiziq bo'ladi. Mana bu nuqtalarda bir-birini kesib o'tar ekan. Hı hı. Juda yaxshi. Endi o'zi bilimiz bor, nima qilishni bildingiz. Endi tezlik ustida ishlaymiz. Biroq tezroq yetishga tezroq va to'g'ri yetishga harakat qilamiz yani. Chunki u ham bir ajoyib boshqacha bir skill, ya'ni fast thinking skill. Yani to'g'ri tez o'ylab, to'g'ri yecha olish bu eng muhim qobiliyat hayotda, to'g'rimi? Bo'lmasam odamlar o'ylab o'tiraveradi, ko'p narsa yo'qotib qo'yadi. 5 nechinchi, Imron? Hozir birinchi stepda ustoz 8x minus 2y chiqdi. Yo'q. Nima siz qo'shib yubordingizmi, ayirib yubordingizmi? Ayirdim. Ayirsangiz ayirish kerak emas. Bular ishorasi nima turibdi-ku? Qarama qarshi. Mana bu 4 minus 4 ekan. Qo'shib yuborishingiz kerak bu yerda. Agar ishorasi bir xil bo'lsa qo'shamiz. Chunki y-larniki har xil ekan. Demak, y-ni yo'qota olmaymiz. Agar x ni yo'qotadigan bo'lsangiz, bittasi 4 ekan, bittasi minus 4 ekan. Demak, qo'shib yuborishimiz kerak bu yerda, to'g'rimi? Hı hı. Qo'shib yuborsangiz 4x plus minus 4x 0 bo'lib ketadi. 9y plus 7y nima bo'ladi? 2. 16y bo'ladi. Qo'shyapmiz-ki. Ha, qo'sh. 5 plus 11 nima bo'ladi? 5 plus 16. 16. Bo'ldi mana. 2 tomon 16 ga bo'lib yuborsangiz, y barobar 1 bo'ladi, to'g'rimi? Ustoz, buni qo'shish yoki ayirishligini qanday aniqlaymiz O'sha bunda? koeffitsiyentga qarang, mana bu yerda 4 turibdi, to'g'rimi? Tepada 4 ko'paygan x turibdi, to'g'rimi? Yana davom etamiz mana. Ikkinchisida minus 4 ko'paygan x turibdi, to'g'rimi? Hı hı. Bular qachon 0 bo'ladi? Agar bularni qo'shib yuborsangiz, to'g'rimi? Chunki bilamizki a
plus minus a is equal to 0. To'g'rimi? Mhm. Agar ikkita bir xil bo'lsa, agar misol uchun a bo'ladigan bo'lsa, agar a turadigan bo'lsa, a minus a is equal to 0. Mm. Agar mana bunaqa turadigan bo'lsa, ax minus ax, buni qo'shib yuborishimiz kerak. Agar mana bunda turadigan bo'lsa, ax, ikkinchisi ham ax bor, ya'ni ax bor. Bunda ayirib yuborishimiz kerak, chunki bir xil. Mm. Mhm. Demak, y barobar 1 ekan. Olib borib qo'yasan. Birinchidan nima qo'yamiz misol uchun? 4x. Endi kalada hisoblab qo'ysangiz ham bo'ladi. 9 ko'payadigan 1 9 ga teng, to'g'rimi? Mhm. 5. Ikki tomonni 9 ayirib yuborasiz. 4x nimaga teng bo'ladi? Ayirib ikki tomondan 9 chiqarib yuborsangiz, Ikki tomondan 9 chiqarib yuborsa, ikki tomondan if you subtract 9 minus from 4. both sides, Minus 4. -4. And -4. And divide both sides by 4. So x equals -1. So dot 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 therefore bu dot degan therefore degan shuning uchun bu tenglamaning yechimi -1 and 1. Mhm. Endi 6 ni yechib ko'ring buni. 6da ham qarama-qarshi turibdimi? Yo'q. Y lar, to'g'rimi? Y ning koeffitsiyentlari qarama-qarshi ekan va bir xil ekan, to'g'rimi? Ya'ni ingliz tilida nima deymiz buni? They are opposite numbers deymiz. Opposite numbers degani bittasi a bo'lsa, ikkinchisi minus a degan. Mhm. They are opposite numbers. That's why you should add. Ishladim ustoz. Nima chiqdi x? 8x barobar 24. Aha, x nima chiqdi x? X 8. Qo'shib yuborsangiz, demak 8x bo'lar ekan. Barobar 24 ekan. Ikki tomonni 8 ga bo'lib yuborsangiz, x barobar 3 bo'ladi, to'g'rimi? Mhm. Shunaqa chiqdi ustoz, menda ham javob. Shunaqa deyishingiz kerak edi. Imron 3 x barobar 3 ekan deyishingiz kerak. Mhm. Tamam. Y nima chiqdi? Hozir ishlaganman Y. Topinchi y-ni. Bu yerda ikkinchi son so'rashga keldik ustoz. Ikkisini ishlataylik bo'lmasam. -2 ko'paytirgan 3 plus 3y barobar ekan 6 ekan. Minus 6x qo'shilgan 3y barobar 6. 3y barobar 12 bo'ladi, to'g'rimi? Chunki -6 ni 10 tomonga o'tkazib yuborsangiz, ya'ni ikki tomonga 6 ni qo'shib yubordik. Keyin y barobar ekan 12 bo'lingan 3 4 bo'ladi. Imron biroz tezroq yechishga qiling, keyin emasdi. Okey. Mhm. X barobar 3 ekan, y barobar 4 ekan. Uni gapirib bersangiz men eshitib turaman. Agar xato qilsangiz sizlarga aytaman. Mhm. Okey. Mhm. Hadi bitta 1 soatda 20 ta savol yechib qo'ysa zo'r bo'ladi. 7 nechinchi endi? Gapirib yeching, Imron. Bu yerda boylar bir xil ekan, shuning plus qo'shiladi dedi. Bir xil nimaga qarama-qarshi ekan. Bir xil emas, bittasi minus, Qarama-qarshi. bittasi plus. Qarama-qarshi plus bo'linadi bular. Demak, y ning koeffitsiyentlari qarama-qarshi sonilar ekan. Demak, qo'shib yuboramiz. 4x barobar 28. Aha. Keyin X barobar 6. 28 4 ga bo'lsangiz nima bo'ladi? X barobar 6. 7 bo'ladi. Ha, 7.
To'rtga bir 7 28 to'g'rimi? Mhm. Qo'shib yuboramiz. Demak, 4x barobar 2 28 ekan. Ikki tomon 4 ga bo'lib yuborsak 7 bo'ladi. Bunda osonrog'i birinchisi ekan. Birinchisi. Ikkinchisi ham oson-ku o'zi. Ikkinchisi minus ham yo'q ekan aslida. Mayli, birinchi qo'yamiz. 7 minus y barobar 10 bo'ladi. Y nimaga teng ekan? Nechinchi mashina? Hozir 7x minus y da son yo'q ustoz. Yechishingiz kerak edi, mana oddiy nima-ku. Bu tenglamak siz buni bila olishingiz kerak. Qanday yechishligini. Igna uchun yechamiz. Qanday yechamiz? Igna o'ng tomonga, buni chap tomonga. 7 minus 10 barobar y ekan. Ya'ni bu yerdan y barobar ekan 7 minus 10 barobar negative 3, to'g'rimi? Bu oddiy tenglamak-ku. To'g'rimi? Mhm. X demek barobar 7 ekan, y barobar minus 3 ekan. Bunda yetmasa qarasangiz ham 7 minus nima, 7 dan nimani olib tashlasak 10 bo'ladi. Minus 3 ni, to'g'rimi? O'shanda Mhm. mana 7 minus 3 barobar minus plus bo'ladi. 7 plus 3 that's equal to 10, to'g'rimi? Mhm. O'sha ko'proq praktika qilsangiz уже sizlar ko'rasiz, sezasiz bu narsani, to'g'rimi? Uncha ko'proq praktika qilish kerak. Imron, davom etamiz. Qancha ko'p yechsak, keyin baribir ularni kelajakda ko'p yechasiz bilan takror o'xshash misollarni. Hozir bittani nimaqa qo'ldan o'tkazib olish kerak, bor. Har holda keyin safar ko'rsangiz eslaysiz, ha shunaqa yechish kerak, keyin texnik ustida ishlaymiz. 8-chi. Biroz boshqacharoq ekan, ozgina boshqotirishingiz kerak, bitta qo'shimcha qadam. 8-chi. Elimination method bilan. Bu yerda qarama-qarshi son yo'q ustoz. O'sha o'ylanishni endi nimaga olib kelishimiz kerak? Nima dedik? Agar bo'lmasa, standart Yo'q. ko'rinishga olib kelishimiz kerak birinchi. Almashtirib yuborardi. Yo'q, mana birinchi tenglamada ko'ryapsizmi? Birinchi tenglama. Mhm. 3 y ni chap tomonga olib o'tsangiz nima bo'ladi? X minus 3y bo'ladi, to'g'rimi? Mhm. Barobar 11 ekan. Yani ikkinchi tenglama joyida turibdi. 2x minus 3y barobar 16 ekan, to'g'rimi? Mhm. Mana bir xil son bo'lib qoldi. Ko'ryapsiz? Minus 3 minus 3. Endi nima qilamiz? Qo'shamizmi, ayirib yuboramizmi? O bularni qo'shamiz. Yo'q, Ayirib yuboramiz. ayiramiz. Bir xil Ayirib olib yuboramiz. ayirib yuboramiz. Tepadan pastga qarab ayirsangiz ham bo'ladi. Mana bu 2xdan x ayirib yuboraman. X ekan, to'g'rimi? Mhm. Minus 3'den minus 3'lik 0 ekan. 16'dan 11'de ayrı yuboraman 5 ekan. Farqi yo'q. Yani tepadan pastga, pastdan tepaga sizga bir xil natijani beradi. Chunki nimaga Mhm. bunday qildim? Tepadan pastga qarab yursangiz, natija manfiy emas, musbat chiqar ekan. Mhm. Ya'ni ba'zi hayot shunaqa o'zi ozgina bir inson aqlli ishlatsa, ko'p narsa juda ham oson bo'lib qoladi. Mhm. Bo'ldi. Ikkisini topdik. Endi birinchiga borib qo'yaman. Bu birinchi nima edi? To'g'rimi? Y Mhm. topinchi endi. Unda birinchisi oson ekan. Shuning uchun 3 y hozir ustoz 3 y yozaman. Ikkiga tushundi, to'g'rimi? Qaysini ishlatyapsiz? Birinchisini, ikkinchisini? Birinchisini. Okey. Endi mana yozdingizmi birinchi? Nima yozdingiz? Birinchi
3y buni chapga yozsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Chunki noma'lum narsani chapga yozsangiz yaxshi. Bu 3y plus bu 11 ekan, to'g'rimi? Mhm. X ga teng ekan. X nima ekan? 5 ekan mana. Mhm. Hozir shunda endi -11 qilib yuborish kerakmi? Aha, ikki tomonni 11 ni ayirib yuborasiz. Siz bilan tenglamalarni bir paytga qilishimiz kerak ekan, biron. Chunki buni yechishdan oldin siz tenglamani yaxshi tushunib olishingiz kerak. Shu tenglamani yaxshi o'rganmaganingiz uchun hozir biroz sekin yechyapmiz. Chunki bu tenglama birinchi unit o'tiladi. Birinchi, ikkinchi unit o'tiladi bu tenglamalar. Ayirib yuboramiz. Chunki -11 ya'ni -11. Ayirib yuborsangiz 3y barobar 6 bo'ladi. -6 Bo'ldi. bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ldi, ishlab oldim. -2 bo'lar ekan. O'sha Y qiymati. Bo'ldi mana. Demak, x barobar 5 ekan, y barobar -2 ekan. Mhm. 9 yechinchi endi. Ha. Bu yerda minus bo'lar ekan. Birinchi shakl olib kelib oldingizmi? Mhm. Nima bo'ldi tenglamangiz? Birinchi tenglamani qanday yozdingiz? 2x -4y minus barobar -8 qildim. Boshqatdan aytingchi. 2x minus qilingan 4y barobar -8. -8 bo'lmaydi bu. +8 bo'ladi. Chunki 8 chapga olib o'tyapsiz, 4y o'ng tomonga olib o'tyapsiz, to'g'rimi? Mhm. Chunki bitta joy xato qilsa noto'g'ri chiqadi, to'g'rimi? Biz 4y ni o'ng tomonga olib o'tdik, -8 ni chap tomonga olib o'tdik. Keyin undan keyin o'rinlarni almashtirdik. O'shanda Mhm. nima bo'ladi? 2x minus 4y barobar 8 bo'ladi. Mhm. Keyingisi 5x minus 4y barobar 20 bo'ladi. Bular minus bo'lar ekan. Endi bu bir xil bo'lgani uchun minus bo'ladi. Qarang endi, birinchi 5 2 dan katta, to'g'rimi? Mhm. Demak, pastidagini tepasidan ayirib yuboring. Bir xil 5 minus 2. Chunki mana bu tenglama bilan bir xil narsa. O'rnini almashtirsam 5x minus 4y barobar 20. 2x minus 4y barobar 8. Bular bir xil tenglamalar. Mhm. Chunki o'rinni almashtirsa hech narsa o'zgarmaydi. Ko'ryapsiz? Mana bu yerda endi ayirib yuborsangiz, kallada faraz qilib buni e, o'rinlarini almashtirib oldim. 5x minus 2x nima bo'ladi? -3x. 3x. Mana yana minus deyapsiz. Men 5x minus 2x deyapman. Tepadan pastga. Mhm. Pastdan tepaga. Mhm. 5x minus 2x 3x bo'ladi, to'g'rimi? 20 minus 18 nima bo'ladi? 20 minus 8 nima bo'ladi? -12. 12 bo'ladi. 20 minus 18. Mhm. Agar bundoq qilsangiz ham bo'ladi, agar e, tam tushunmagan bo'lsangiz 2 minus 5 minus 3 8 minus 20 20 minus 12. Ozgina bir tomosha qilsangiz, chunki o'sha ozgina fikr bilan ishingizni yana ham osonlashtirib olishingiz mumkin. Mhm. Tamam, davom etaylik. X barobar demak 4 ga teng ekan. Y topingchi endi. 4 ko'paytirilgan 4. Yo'q, 4 ko'paytirilgan 4 emas. 2 ko'paytirilgan 4 ekan ustoz. 2 Birinchi ko'paytirilgan. qo'ysangiz, birinchi qo'yapsizmi? Ha, birinchisiga 2 ko'paytirilgan 4. Demak, 4y barobar ekan 2 ko'paytirilgan 4 minus 8, to'g'rimi? Mhm. O'ng tomonni soddalashtiringchi.
Imron, o'ng tomonni soddalashtiringchi. 2 ko'paytirgan 4 minus 8 nimaga teng? Nolga. 0 ga. Agar 4 y 0 bo'lsa, y nima bo'ladi? Nol. 0. Yo'q. 0 bo'ladi. Chunki 4 ko'paygan 0 0 ga teng, to'g'rimi? Mhm. Demak, mana bu yerdan x barobar 4 ekan, y 0 ekan. Bu matematikada eng sodda temalardan bittasi bu. System of linear equations, Imron. Mhm. Bo'lsa siz hozir tenglamani yaxshi shug'ullanmoqsiz, o'shanga salsekin. Agar o'sha tenglamanlarda yaxshi shug'ullansangiz, bu juda ham oson bo'ladi. Birpas eshitib tashlaysiz bularni. Mhm. Sizga faqat bilish yetarli emas. Just knowledge is not enough. Also you need practice, you need experience. Mhm. Universitet o'qib mukammal ishlay olmaysizki, hamma joyda 2-3 yil tajriba orttirasiz yana. Shuning uchun o'qiysiz, bariga ish boshlaganingizda yana tajriba qilish kerak. O'shaning uchun tajriba juda ham muhim. 10 gacha imzolan. Bu yerda ham bir xil. Minus bo'lagan. Bo'ldi. Nima chiqdi? Birinchi stepda x barobar 3 chiqdi. X barobar 3. Chunki bu yerda bir xil ma'nolar. Ha, hop, nega x bo'ladi? 3x minus 3x nimaga teng? Nol. 0. Minus 4 minus 4 nima bo'ladi? Nol. 0. Minus 10 minus 13 3 bo'ladi, to'g'rimi? Hmm. 0 barobar 3 deyapti bu yerda. X emas. Ha. Bu 0 3 ga tengmi? Qachon 0 3 ga teng? Hı? Bilmadim. Hech qachon 0 3 ga teng emas. Hech qachon 3 ga teng emas. Mhm. Demak, buning yechimi yo'q. Bu tenglamasning sistemasini. Yechimi yo'q degan nima degani edi? Agar bu to'g'risini chizadigan bo'lsangiz, ular nimalari grafiklari bir-biriga parallel degan. Hech qachon kesishmaydi degani. Mhm. 11 deyishgan. Umrda ikkini to'g'irlab olish kerak ekan birinchi. Hı hı. 2x to'g'irlab oldim. Hozir 2x minus qilingan y barobar 10 chiqdi. Yechib menga natijasini aytingchi. Уже polni yecha olishingiz kerak o'zingiz. x qo'shilgan 2y barobar bunda ham parallel bo'larkan-da ustoz bunda. Nega parallel bo'lar ekan? Hozir mana yechdim. Tamam, mana birinchi tenglamada problemi yo'q. Zaten bu standart ko'rinish turibdi bu. 2x plus y barobar minus teng ekan, to'g'rimi? Mhm. Endi mana buni nimaga olib o'tsangiz, chap tomonga. Mana bu minus 2x bo'lib qoladi, to'g'rimi? Mhm. Minus y barobar 10 ekan, to'g'rimi? Endi qarasangiz bu 2 minus 2 1 minus 1. Bularni qo'shib oladigan bo'lsangiz, chap tomonda 0 hosil bo'ladi, o'ng tomonda ham 0 hosil bo'ladi, to'g'rimi? Mhm. Endi savol sizga qachon 0 0 ga teng?
Nol nolga teng bo'laveradi ustoz. Har doim. Har doim. Bu nol qachon nolga teng? Har doim nolga teng. Demakki, bu degani mana bu tenglimani cheksiz ko'p yechim bor degani. Infinite solutions degani. Ya'ni buni cheksiz yechimi bor degani. Bu degani nima degani? Eslasangiz, bu ikkita chiziq bir xil ekan degani. Mhm. Bir xil degani. Ya har bitta nuqta mana bu chiziq nuqta har bittasi ikkita chiziqqa ham tegishli bo'ladi deganda bu. Mhm. Ha, nechta nuqta bor buni ustida? Cheksiz ko'p nuqta bor. Okay? Mhm. Alright, davom etamiz. Yani bir teacher prosa hozir har bitta savol 30 sekund yoki bo'lmasa maksimum 45 sekund yechib olsangiz zo'r bo'ladi. O'sha saviyaga kelishimiz kerak-da. Bo'lmasam har doim sekin ketaveramiz. Davom etamiz. Birni yeching. Hozir olib oladi. Hozir qayerda ekan u bir ustoz? Nima ekranni ko'rib turibsizmi? Keyingi sahifada bo'lishi kerak. 18-sahifa. 18-betmi? Aha. Menda unaqa yo'q ustoz 18da. Mayli, nimaga qarab yechish daftaringiz bormi yoningizda? Mhm. Qog'oz shart emas. Qarab yechish yozib, sразу nimani. Yana ham yaxshi o'rganasiz. Solve each system of equations by elimination. Bu yerda minus bo'lar ekan ustoz. Siz yeching, Abror, Imron, yechib, natijasini ayting, ana undan keyin analiz qilaylik. Mhm. Birinchi step x baravar -5 bo'lar ekan. Minusmi? -5. Noto'g'ri. Qarang, mana bu minus x'ni chap tomonga olib o'tdingizmi? Yo'q. Qanday yechdingiz uni? Men просто minus qo'yardimda, minus y qilib. Bu yerda elimination bilan yechityapti-ku. Elimination yechish uchun oldin birinchi nima yopib olamiz. Shunda yechsangiz ham bo'ladiki, endi nima qilmaslik uchun. Qarang. Minus x'ni bu yoqqa olib o'tsangiz, x minus y bo'ladi, to'g'rimi? Barobar 1. Endi Mhm. mana bu 4x'ni chap tomonga olib o'tsangiz, minus 4x bo'ladi, plus 2 bo'ladi. Barobar minus 14 bo'ladi. Y'lar Mhm. bir xil ekan. Ayiraveraman endi. Ayiraveramiz. X minus 4y 5 x 5x bo'ladi. Y minus y 0 bo'ladi. 1 minus 14 15 bo'ladi. To'g'rimi? Shuncha misol eshitdikki, yana xato qilasiz. Endi ikki tomon 5 ga bo'lib yuboramiz. 5 ga bo'lib yuborsangiz x barobar 3. Birinchi qadam ketdi. Endi ikkinchi qadamni mana bu tengni olib kelib qo'yaman. Birinchi nimaga, teng nimaga? Y barobar minus x nima ekan? 3 ekan. Plus 1. Minus 3 plus 1 minus 2 bo'ladi. Bo'ldi. Demak, buning yechimi 3 va minus 2 bo'ladi. Mhm. Ikkini yeching. Просто ustoz yecha olmayotganim sababini men misol yechyapsam birinchi o'ylab olishim kerakda ko'p. Keyin o'ylab olganimdan keyin yechaman-da hozir. O'shani
e, Imron, o'sha o'ylanish, siz qancha ko'p misol bersangiz, shunchalik kam o'ylanadigan bo'lasiz. Tamam. Shu boshida normal hol bu narsa, misol o'ylanish. O'shani qanday qilib tez yechaman desangiz, u tajribaga bog'liq. Tajriba bo'lmasa uni qila olmaysiz. Buni yagona yo'li, qancha ko'p yechgan sayin shuncha tezlik ortib boradi. Albatta hozir siz endi bu ikkinchi haftamiz, lekin bu 2-3 oydan keyin siz yecha oladigan bo'lib qolasiz. Xudo xohlasa bunaqa ketadigan bo'lsa. Lekin sekin-sekin orttirib borarish kerak. Chunki mana hozir nechta savol eshitdik? Siz bilan 11 ta savol eshitdik, 12 ta savol eshitdik. Bu уже tushuncha paydo bo'lishi yetarli misolda. O'sha hozir endi tezlik ustida ishlashimiz kerak. Sal tezroq o'ynash harakat qilishingiz kerak. X, Y hammasi bitta tomonga olib o'tasiz. Undan keyin tekshirasiz, qaysi biri bir xil ekan. Ayringiz, qo'shasiz, bo'ldi. Mana bu yerda men 3x chapga olib o'taman. Plus bo'ladi. Bu yerda y bor, barobar 5. 2 minus 8x. 8x plus y barobar 25. Y'da bir xil ekan. Demak, ayraveraman. Minus 3 minus 8 minus 5x. 5 minus 25 minus 20. İki Javob tomonni x barobar 6. X barobar 6 javob. ha? Javobi x barobar 6. 4. Ha, to'g'ri. 20'ni 5'e bölseniz 4 ku. Men 25 ta qo'shib yuboribman deysiz-ku. Ha. Ayrish kerak. Endi mana bu yerga olib kelib qo'ysak, buni y barobar bo'ladi. Minus 3 x 4 plus 5. Minus 12 plus 5 minus 7 bo'ladi. Demak, natija nima ekan? 4 minus 7. Okey? Mhm. Tamam. Yozayım bunu. Yani 3 diye çıkıyorum. Bunda plus minus ekan, bunda Ne kılarız bunda 3'te? minus. Hı hı. X 0 bo'lib ketsa, 1y barobar 5. X barobar 5 chiqdi ustoz. Birinchi step. 5 y. 5 mi? Ne çıktı y? 5. 5 y. Hmm. Nima gibi çıkardı? Chunki bu yerda minus ko'ryapmiz u. Tamam, qarang. Mana minus qilamiz. Aytingchi, minus ko'rsangiz nima bo'ladi? X 0 bo'lib qoladi. Aha, x da ketadi. 0 bo'lib qolmaydi. X da 0 ketadi. Ketadi. 2 bilan 3 ni minus qilsak, 1 Minus 2. Qarang, o tartibga qarang. Mana tepada minus 2 turibdi. Ana undan keyin minus, keyin 3 turibdi. Bu minus 5 bo'ladi-ku. hmm, minus 5. Demak, chap tomonda minus 5 y bo'ladi. 10'dan 5'ni ayirib yuborsangiz, mana bu yerda 5 bo'ladi. Endi ikki tomonni 5 ga minus 5 ga bo'lib yuborsangiz, y barobar minus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Mhm. X topinchi kelgan endi, Imron. Minus.
2 ekan x. Bas. 2. Hmm. X 2 ekanmi? Hmm. Yo'q, qarang, Abror, Imron. Birinchisiga qo'ydingizmi, ikkinchisigami? Ikkinchisiga. Tamam. Demek x plus 3 ko'paytirilgan minus 1 barobar 5 bo'ladi, to'g'rimi? Hmm. Yani x 3 ko'paytirilgan minus 1 minus 3 bo'ladi, to'g'rimi? Hmm. Yani ikki tomon 3'ni qo'shib o'ramiz, to'g'rimi? Bu minus Ha, mi? bu Qo'shib o'rsamda 8 bo'ladi. 8 bo'lgan. Men u 3 ni plyus qilib yuboribman-da, shuning uchun minus qilib tushirib yuboribman. Ha, tamam. Xato tushungan bo'lsangiz yaxshi. Endi siz to'rtni yeching, Imron. To'rtni ham yeching, keyin dars tugatamiz. Bu yerda qarama-qarshi turibdi-kan, shuning uchun minus plyus bo'lib ketadi. Yo'q. Qarama-qarshi emas, bir xil turibdi-ku. Ha, bir xil, bir xil. Ayirib olamiz, Ayirib yuboramiz. Aha. Ayirib yuborsangiz nima chiqdi? Aytingchi natijasini. Ha. 3 bo'ladimi? 3. Nimaga 3? 2 minus minus 5 turib ko'ryapsizmi? Mana bu tepada 2 turibdi, to'g'rimi? Ha, 7. O'rtada minus. Ha, shunaqa xato qilmang. 2 minus minus 5 bu 7 bo'ladi. O'ng tomonda nima bo'ladi? O'ng tomonda 21. Minus 21. 9 minus 30-ku. Mhm. Minus 21 bo'ladi. Agar 30 minus 9 bo'lsa 21 bo'ladi. Mhm. Demak bu minus 21 bo'ladi. Demak x nimaga teng ekan? 3 ga, minus 3 ga. Minus 3 ga. Endi y toping. Az. Ga ko'paytirilgan minus 3 minus qilingan 3y barobar 9. Minus 6 minus qilingan 3y barobar 9. Birinchi qo'ydingizmi, ikkinchisigami? Y barobar 5 bo'lar ekan. Birinchisiga qo'ydim. Yana xato qildingiz. Minus 5 bo'ladi. Qarang, mana 2 qo'ysangiz 2 ko'paygan minus 3, to'g'rimi? Mhm. Minus 3y barobar 9 ekan. Mhm. Endi mana bu 2 ko'paygan minus 3 minus 6-ku. Mhm. Ikki tomonga 6 qo'shib yuborishimiz kerak, to'g'rimi? 6ni qo'shib yuborsangiz nima bo'ladi? 6ni qo'shib yuborsak minus 6 plus 6 ketdi. Demak bu yerda minus 3y bo'ladi. Barobar 15 ekan. Endi ikki tomonni minus 3 ga bo'lib yuborsangiz y barobar minus 5 bo'ladi. Hmm. O'sha plus minusdan ehtiyot bo'lishingiz kerak, nima, Imron? Demak shu Asli x minus 3 ekan. Aha. shu testlarda ham faqat minusga 1 ball oladi. Chunki eng muhim narsada hayotda. Chunki bitta narsa xato qilsangiz hamma narsa noto'g'ri chiqadi. Hmm. Hayot qonuni shu. Misol uchun ba'zi xato qilaman. Ba'zi xatolar to'g'ri, uni to'g'rilasangiz bo'ladi, lekin ba'zi xatolar bir umr anaqa azobini tortasiz. Mhm. Shuning uchun bu nimani o'rgatadi bu narsa, matematika. Ya'ni ham hushyorlikni o'rgatadi, ehtiyotkorlikni o'rgatadi, aql bilan o'ylanib va to'g'ri ish qilishni o'rgatadi. Bu juda ham muhim hayotda, eng muhim qoida. Bo'lmasam inson butun hayoti bo'yicha xato qilib yuraveradi. Mhm. Ya'ni o'shaning uchun inglizlar maqol borki, nima deydi?
Perfection lies in details deyiladi. Yani perfection degani mukammallik degani, komillik degani. Lies yotadi degani. In details, ya'ni agar deydi, nima degani bu? O'zbekcha ma'no tarjima qiladigan bo'lsangiz, biror mavzu ustida yoki biror anaqa ish ustida zo'r bo'lmoqchi bo'lsang, tafsilotlarga diqqat qil degani. Qani bitta elementar narsaga diqqat qilmasangiz qiyin. Mhm. Ustoz, Oh. kecha anaqa tashlayveraman praktika uchun deyapti, hali misollar, ko'p misollar. Oldin siz buni yechib bo'linchi keyin tashlayman. Ha buni yechib bo'lmasdan turib tashlashda nima foydasi bor? Oldin yeching, ko'ray bir. Mana hozir bu misollarni mana birinchi unit to'g'rimi kecha yechdik. Mhm. Bu boshdan turibdi misol uchun substitution method, elimination method. Mana shuni yechib bo'ling, yechib bo'ldimda keyin sizga beraman. Mhm. Ko'p tashlash foydasi yo'q, chunki keyin dovdirab qolasiz, qayerdan boshlashni bilmay qolasiz. Ama Mhm. anaqa diqqatni ko'p tarqatish kerak emas. Imron, bitta tema mana hozir system linik qo'yish, to'g'rimi? Zo'r o'rganaylik. Любой savol yechadigan bo'ling. Bo'lmasam har safar orqa qaytishimizga to'g'ri kelib qoladi, bormi? O'zi imkon bo'lsa sizga men tenglamadan boshlardim. Birinchi tenglamani zo'r o'rganib olishingiz kerak. Hozir tenglamani yaxshi tushunmaganingiz uchun sekin o'rganyapsiz hozir. Agar Mhm. tenglamani zo'r tushunganingiz edi, hozir 4 ta 5 ta misoldan keyin hammasini yechib tashlarsiz, xato qilmasdan. Mhm. O'shan bir o'ylanishimiz kerak. Agar vaqtingiz bo'lsa, birinchi tenglamani ustida ishlashimiz kerak. Bu tenglamalar eng yadrosi, ya'ni matematika. Uni bilmasangiz har doim xato qilaverasiz va har doim sekin o'rganasiz. Mhm. Agar tenglamani yaxshi bilib olsangiz, juda ham tez ketasiz. Hammasi tushunib ketaverasiz. Chunki hammasi tenglama ustiga qurilgan, chiziqli tenglamalar ustiga qurilgan. Men sizga bir Mhm. yuboraman, nima qilib, o'shan yeching tenglamani vaqtingiz bo'lsa. Hozir jo'natib yuboraman, hop. Mhm. Ha. Imron, ertaga ham xuddi shu paytda ko'rishamiz, to'g'rimi? Men adashib 6 yozib qo'yibman. 6 dedim, 5 dedim. Menimcha 5 bo'lsa kerak, to'g'rimi? Biz vaqtimizda besh. Ha, ertaga ya'ni biz vaqtimiz 4 bo'ladi. Ertaga 4da ko'rishamiz unda. Sizga hozir jo'natib yuboraman savollarni, hop. Mhm. Hop. Bo'pti. Mayli, ertaga ko'rishguncha. Hop, rahmat ustoz. Bye.